Qo'yavering. O'rtoq, iltimos shu gap qaytargan. Qaytib bu ishni qilmayman. Og'ayni iltimos. Iltimos o'rtoq. Men seni vaqtida qaytarmoqchi bo'ldim. Endi kech. Chiqqaningda tavba qilasan. Qo'yvar. Qani o'lishga yoshlik qilaman. Qo'yvar, qaytib boshqa gunoh qilmayman. Endi faqat savobishlik qilaman. O'rtoq, iltimos shu galmani olib qolgin. Iltimos o'rtoq. Bu dunyodagi ishlaringga aralashishim mumkin edi. Yoki bu dunyodagi ishlaringni qaytarib qolishim mumkin edi. Lekin bundan qaytara olmayman. Kechir meni. Kechir. Vaqtida tavba qilish kerak edi. Dedilarki, insonni qachonki boshi devorga tekkandagina tavba qilishi mumkin deyildi. Ammo oxirgi damda hattoki shuni ham foydasi bo'lmasligi mumkin. Zero har soniyangiz o'zingiz uchun tavba qilish uchun vaqtdir, birodar. Shu sabab o'zingni unutmang, birodar. So'zimiz oxirida har doim shu gap. Mudom sizlarni aldamaydi, birodar. U daho edi. Assalomu alaykum.